Adasi, kechga pitsa zakaz qilib qo'ydim, yevrasizmi? Ha, yevraman. Mana bu xolodilnikdagi meva-chevalar achib ketdi-yu, qarab qo'ymaysan bunda. Ha, bo'pti, vahima qilmang, tashlavoramiz. O'z piyolada nima qilib yuruvdingiz? Ha, bitta qarindoshimiz shu yoqqa ko'chib kelgan ekan. Uyini topa olmayapman. Uzr, men hozir derazani ochaman. Ventilyatorimiz buzilib qoluvdi. Quyosh ham to'g'ri tushar ekan. Sizda qiynalib qolmaysizlarmi? Yo'q, biz o'rganib qolganmiz. Biram qizib ketyapman-ey. Konditsioner muzdeyrog'iga qo'y. Biron bir dengizi bor joyga bilet oling. Salqinroq joyda dam olib kelmasa, ichida olmayapman. Svet pul tugadi shekilli. Bo'ldi shekilli, olib beravering. Hozir. Hozir bo'lsam seni topdi. Mana. Sizni telefonim emas, iymonimni quvvat tugab qolgan ekanda. O'zim maza qilib yashab, qulosimdagi xodimni holidan xabar olish esimdan chiqib qolgan ekan. Xudoyim eshigingiz tagigacha olib kelib qo'ydi, qarang. Mana shu pulni olib turing. Yo'q, kerak emas. Oling. Ertaga ishxonaga borganingizda oyligingizni ko'tarib beraman. Rahmat. Sizga rahmat.